Hozir biza Perivaldamiz. Perivalda umuman yurish imkoni yo'q. Mashinalar ko'p. Mana Shopir akamiz aytishlari bo'yicha tormozi hidi, siklindi hidi shunday chiqib yotibdi, lekin nima bo'lganda ham ota-onalarimizga rahmat. O'zlarini shu farzandlarini, ayollarini, yoshlarni shu qorni ko'rsin, qorni o'ynasin deb olib kelishibdi. Endi bu ham bir 5 kuncha bo'lsa kerak, keyin maktab boshlansa bolalar hammasi aniq. Lekin bolalarimiz xursand. Endi bu bizning hukumatimizga ham bog'liq. Iloji bo'lsa o'sha Toshkentdek chiroyli joylarda perivallarga qilsanglar, Qo'qon Toshkent, Toshkent Qo'qon, Qamchiq dovonlariga chiroyli dam olish zonalari qilsanglar, xalqchil. Xalqimiz mana shunaqa probkada qolib, mana shunaqa yo'llarga mashinalarni qo'yib, qor o'ynab, bu yoqda sun'iy probkani yaratishmagan bo'lishar edi. Mayli, hammalari yaxshi o'ynab, yaxshi dam olib ketishsin, sog' bo'lishsin. Zato qorimiz bor bizda ham. Amirsoy piramidadek, to'g'rimi? Mana bizda qor yo'qda, boshqa joylarda. O'shaning uchun perivallarga kirib, mana hamma bolalarni olib kelgan. Bir hisobga yaxshi, Toshkent probkadan xoli bo'ladi. Toshkentliklar o'zlarining tog'lariga borishaversin. Vodiy ahli mana o'zimizning chiroyli tog'larimiz bor mana. Faqat ehtiyotkorlikni hisobga olsa yaxshi bo'lardi. Bizi bolalar Toshkentliklar qayerdan kelgan? Mana o'ynashyapti. Imkoni yo'q. Mana yo'llarga mashinalarni parkovka qilib qo'yib tashlashgan. Harakat xavfsizligiga ta'siri bor, lekin mayli endi sabr. Zato Toshkentga borishmadi. Hurmatli toshkentliklar, ana o'zimizda o'zlariga sharoit topib dam olishyapti. Vodiy ahli. Sharoit yaratish kerak. O'zbekiston Respublikasi hukumati, vazirlar vodiy ahliga ham. Toshkentga hamma sharoit qilgansizlarda, mana vodiy aholisiga qilinmagan sharoit, xalq o'zi dam olishni o'zi tashkillashtirib, mana o'zi xavfli bo'lsa ham dam olishga kelyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti, shuningdek bosh vazir Abdulla Aripov iloj imkon qadar vodiy ahliga ham ana Toshkent shahri Amirsoy piramidadek mustahkam sharoitdagi dam olish maskanlarini tezlashtirib qurib beringlar. Mana shuncha potok Toshkentga bormasdan mana o'zimizda saqlanib qolyapti. Lekin dam olish uchun sharoit yo'q, bolalar o'ynash uchun mana o'zlari hozir ochiq maydonlardagi qorda o'ynashyapti. Lekin baribir xavflilik darajasi yuqori. Ana Xitoydagi nimani olib tashlang tepaga. Anani. Ha, ko'tarib. Rahmat. Nima derdi shuni esimdan chiqardim. O'shanida qosh bor-u. Ha. Gaziro. O'ynayapti. Qari. Oynashyapti. Ey bolalar. Ha, mana sharoit yo'q, lekin bolalar o'zi suv yo'llarini topib uchadigan joylar qilishyapti. Sharoit qilib beringlar.
Chiqib olganmi qarang. Mana. Mashinani nimasini olib tushyapti. Qaranglar. Yergacha iz bo'yapti. Yo'qda mana xavfsizlik yo'qda mana xavfliligi bilan. Tepadagilar qarang, turmash pishib bolalar hammasi bolalar qarang. Sharoit qilib beringlar. Hozir ana shu kamazlar tushadigan yo'lga ham hozir sirpanib tushadi bular qarang. Avariyning holatda tormoz ishlamay qolsa chiqib ketadi mana. Shu yergacha egallab olishgan. Nima qilsin endi? O'ynagisi keladi. Yo'q, qorga kelishganda o'shaning uchun probka. Yo'llarga qo'yib tashlagan. Yo'q, qorga kelishganda o'shaning uchun probka. Yo'llarga qo'yib tashlagan. Odam mana hamma yoq Toshkentda sharoitlar. Mana o'zimizda sharoitlar bo'la turib qilib berishmaydi. Mana shuncha xalq. Voy, bu tog' tepasida. Fotoxotirlar ham chiqib olgan, qarang. Bitta oyog'im yetib ketsa ham qarang. Hozir qarang. Tushyaptimi yo sirpanib tushyaptimi? Ketişi yaptı, baraka topkurlar.
sirpanib tushmasin-da, qarang. Qarang. Qanday chiqdi ekan endi? Bunaqasiga ham daroq. Kartogeldan YPX turibdi. Bitta emas, ko'plab qo'yish kerak. Ko'prik borda, osma ko'prik, xavfli u ham. O'ni yiqilib o'sha turadi. Mustahkam emas. Shakar bitta qiz yiqilib ham tushgan. Bosilib ketyapti, to'g'ri ko'ryapsizmi? Mana shunday bo'lib, pachinga chiqib qolib ketgan. Ichi to'la timsoh boqiladi. Arqon baylab turib, kuyapti-da, timsohni og'zini oldiga tutyapti, sakrayotganlar. Buni nazar qilib ketyapti arqon uchun. Haqiqatda